Hammaga xayrli kech. Bu meni dam olishdan qaytgandan keyingi ikkinchi ish kunim. Kecha va bugun ish ko'p bo'lmadi. Umuman kamroq bemorlar termin olgan ekan va ba'zilari bekor qildi. Menimcha bayram oldi. Hech kim nima desam, sog'lig'i haqida qayg'urishga vaqti yo'q. O'sha uchun ham ish bizada kam. Meni ishdan keyin qiladigan yana bitta ishim bu ishxonani pochtasini topshirish. Bunaqa pochta qutisiga keltirib tashlaymiz. Haftada bir marta bu ishni men qilaman. Chunki bugun kechki anaqaga qoldim. Nima desam, haftada bir kunman. Kechgacha qolaman ishxonada va pochtani mana shunga keltirib topshirishim kerak. Rosa ham yig'iladi mana shuncha pochta. Xatlar. Aslida bu hali kam, chunki odatda yanada ko'proq bo'ladi. Bir kunda kelgan bemorlarni anaqasini tekshiruvlari natijalarini o'sha kun o'zidayoq ko'p hollarda jo'natamiz. Ularni yuborgan doktorlarga ular muolajalarni davom ettirishi uchun yoki bemorlarni o'ziga ular o'sha muolaja natijalarini ertasi kuni yo'q olishi uchun yoki qon tahlillari. Mana bu kechki mana shu avtobusni olishim kerak, faqat boshqa yo'nalishga ketadiganni. Bu hozir meni uyim tomondan kelayotgan avtobus. Mana shu avtobus. Mana qayerda ishlashimni bilmaydiganlar uchun men Germaniyaning Bonn shahridagi bitta xususiy klinikada ishlayman. Biz har xil radiologik va nuklear yo'nalishdagi tekshiruvlar olib boramiz. Men aynan nuklear sohada ishlayman. Qanaqa tekshiruvlar qilishimiz qiziq bo'lsa, yozib qoldiringlar. Shu haqda video tayyorlayman va aytib beraman. Aynan qanaqa tekshiruvlar qilamiz, qanday ishlaymiz, aytib berishim mumkin. Afsuski ko'rsata olmayman, chunki ishxonada video olish mumkin emas. Avtobusim 5 daqiqada kelar ekan. Men shahardan biroz chekkarida yashayman. Ishxonam esa shaharning markazida, aynan Bosh vokzalida. Avtobus 20-25 daqiqa yuriydi. Masalan, kechqurunlar tezroq yetib borish mumkin. Aynan hamma ishga keladigan vaqtlar avtobus ko'proq vaqt oladi, afsuski. Lekin bu eng qulay transport men uchun, chunki shahar markazida masalan mashinam bo'lgan taqdirda ham, hozircha mashinam yo'q. Mashinam bo'lgan taqdirda ham shahar markazida mashina uchun joy topish juda ham qiyin. Men haftada 40 soat ishlayman. Bugun meni 10 soat ishlaydigan kunim edi. Shu uchun juda ham kech ishdan chiqyapman va biroz charchaganman. Ish ko'pligidan emas, ish bugun ko'p bo'lmadi. Shunchaki ishxonada 10 soat bo'lish, umuman bitta joyda 10 soat bo'lish odamni charchatadi. Hattoki unchalik nima desam, ko'p vaqtim shunchaki o'tirish bilan o'tsa ham. Haftaning 3 kunida faqat yurak tekshiruvlari qilamiz va bugun va kecha ham aynan yurak kuni edi. Va bizning birinchi bemorimiz bugungi 90 yoshli ayol. Yoshiga qaramasdan juda ham tetik edi. Qizi uni kuzatib keldi va tekshiruv davomida tarjima qilib turdi, chunki ular nemis tilida gapirmasdi, arab tilidan tarjima qilib o'tirdi qizi. Men agar yoshiga qaramasam, u ayolni 90 yoshda demasdim. Avtobusga mindim. Bu tezkor avtobus. Aynan odamlar ko'p ishdan chiqadigan va odamlar ko'p yuradigan vaqtlarda, soatlarda tezkor avtobus yo'lga qo'yilgan. Masalan, oddiy avtobus meni 25 daqiqada uyimga yetsa, bu meni 15 daqiqada uyimga yetadi, chunki bu hamma avtonovkalarda ham to'xtamaydi. Men nihoyat uydaman va Malola bugun uyda bo'lgan, magazin chiqib kelgan, nimadir olgan. Malosh, kuning qanday o'tdi? Kunim sal dramatichdan ham o'tdi. Yaxshi ham o'tdi, lekin o'zim nimadirlarni o'ylab siqildim. Bugun siqilishdan ham qildim. Keyin bozorlik qildim, anaqa go'sht olib keldim. Bugun xinkali va'da qilgan-kusiz, keyin shirinlikcha olib keldim. Malades. Ovqatdan keyin shirinlikcha bizlar nimamizku traditsiya. Malosh bir shirinlik yemayman deydi, bir shirinlikcha oldim. Kayfiyatim yo'qda bugun menga mumkin. Bugun yig'ladim chunki men. Yig'lagan paytim yo'q, go'shtli ovqat yoki shirinlik yemasam bo'lmaydi. Ba'zida yig'lab olish kerak lekin. Yengil tortdim.
Hozir yaxshimisan? Ha, Kecha yaxshi, boshing shu. og'riyotgandi, yaxshimisan? Ha, Charchoqlaring chiqdimi ancha? charchoqlarim chiqdi. Ertaga yo'lga chiqishga tayyormisan? Bugun Guli bilan Shirin qaytishyapti. Bugun ular yo'lda. Ertaga ular ham dam olish, uxlab olishadi va Malo ularni oldiga boradi ertaga. Chunki men hali jumagacha ishlayman. Malola esa borib ular bilan vaqt o'tkazadi. Bo'lmasa bir o'zi uyda o'tirish kerak. Men kuni bo'yi yo'qman uyda. Ular bilan vaqt o'tkazib, to'yga tayyorgarlik qilib, manti bukamiz menimcha. manti bukanlar. Chunki men vaqtim yo'q. Manti bukmaydigan bo'lib ish qilib, o'zim aytganimdek, manti istamaganimni bukishni bukmayapman. To'yga manti bukishadi, to'yga ko'ylak topishlari kerak. Meni ko'ylagim tayyor. Sen Guli bilan o'zlaringizga ko'ylak chiqib olasizlarmi? Ish qilib, Ish ko'p ekan o'ylab qarasam. shu ishlarni qilasizlar. Men juma kuni ishdan chiqib, anaqaga boraman keyin. Tayyoriga deylar. Tayyoriga boraman, keyin shanba kuni hammamiz Delani to'yiga boramiz. O'sha shanbami? Shanba kuni 20siga to'yni o'tkazamiz. Xursandmisan to'yga borishdan? Men xursand bo'laman Unchalik qanaqadir. emas. Qiziqmas deb o'ylayman. Ha, borganimdan keyin fikrim o'zgaradi deb umid qilaman. Okay. Shunaqa gaplar. Hozir esa biza opa uka ikkalamiz ovqat tayyorlaymiz. Video olamizmi ovqat tayyorlashimizni? Ha. Okay. Ketdik. Gruzinskiy ovqat qilamiz. Biza Berlinda vaqtimiz, meni juda ham xinkali yegim keldi. Bir opamni ham gruzinskiy restoran boramiz degandik, lekin keyin guli kasal bo'ldik. Anaqa o'zimiz ham yurgandan u yoqdan bu yoqlarga charchadik. Gruzinskiy ovqat zakaz beraman desam, ular zakazni dastavka qilmasdan, shunday qilib yeyolmadik-da. O'sha uchun ham uyda bugun xinkali tayyorlaymiz. Biz pishirishga qaror qildik. Chaki xamirni tuzlik suvda xamir qilamiz hozir. Malo anaqa nachinkasiga javobgar, malo piyoz tozalayapti. Malo gapirib bergan nimalar qildingiz? Uchta supermarketni borib ko'rdim, nimalar bor ekan deb. Qaysilarga bording? Reviga bordingmi? Reviga bordim, o'sha Aldi'ni, o'shanga keyin bittasi kirmaydi bu safar. Pengiga unga ham kirdingmi? Peniga ham kirdim. Qiziqdi nimalar bor ekan deb. Nimalar bor ekan? Peniga juda ham ochiroq katta magazin ekan. Nima uchun? Shunaymi? Arzonga. Arzonroq magazin. Eng anaqasi arzonlardan biri Penny, keyin esa Revi, eng anaqasi keyin Aldi, keyin Revi. Revi qimmatroq uchalasidan. 1 kilogrammli Nutella chiqdi, chappa qarab o'tib ketdi. 1 kilogrammli Nutella. Birinchi qarab o'tdim. Uylab o'tdim. Olish haqida. Keyin olmadim. Olmading. Yo'q dedim. O'zimni bos dedim o'zimga. Men birinchi qo'shiq bilan qo'raman uni. Qo'shiq bilan aralashtiraman, keyin esa anaqa bilan qilaman. O'zi qorib qo'ymoqchi edim, men qilgan tirnoqlarim bilan yemaysiz dedim. Onamlar bilan yo'lda gaplashgan paytim aytdim. Malohat xamirni qilib qo'ysa bo'larkan dedilar. Men aytdim, yaxshisi kerak. Bu safar xamir qilgandim, apam usulga tashladilar. Chunki Malohat tirnoqlarini nima desam, tirnoqlar bilan qurilgan xamirni qabul qila olmayman. Kechirasiz. Ha, shu ekanda. Menga eslatgin, sen men qilaygin. Soka yeydi. Nima ham derdim. Malo O'sib ketgan. juda ham o'sib ketganda tirnoqlari. Lekin toza qara. Men bu prosta bu narashga singandir. Lekin sen men qilamiz, anaqa qilamiz. Nima? Men даже o'zim perchatka kiyib qilaman. Sen perchatka kiyib qilsang bo'ladi, lekin menimcha tirnoqlaring teshib yursa kerak perchatka. Nima ham derdim. Bilaman, ko'chada pishirganda perchatka ishlataman, ishlatmaylar, bilmasdan yeyveramiz, lekin kuni. Ha, ana shuda ko'chaniki toza ekanda. O tirnog'i bormi, yo'qmi, qo'lini yuvdimi, qachab yuvardi. Malo. Ko'rdingizlar, Malo, o'zim qilib bergim keldi senga. Sen shunday magazin chiqib kelding. Magazin chiqib olib kelding hammasini. Men senga o'zim pishirib bergim keldi, Malo. Hayotimdagi nohaqliklardan biri bu.
Ertaga o'zing topib borib bilasan, ha, ularning uyini. Ha? Yana qarasam, kimdir kommentda anaqa qilinglar, tinch qo'yinglar, yoshlarni nimalar deb yozibdi. Nima, biz xuddiki bezovta qilamiz. Ular bizani kelishimizni istashadi, bizani sog'inishadi. Ular bizani tinch qo'yishmaydi. Ular bizani tinch qo'yishmaydi. Buni shunday tutaveraymi? O'zlari orasi qachondir. Yo'q, tiqma, ajrataylik. Chunki yaxlagandan keyin ernaman olib anaqa qilishga. Eritib. Adela paketchalarga olib chiqaman. Ajrataylik. Zo'r go'sht olsam malo. Go'sht tanlashdilarmi? Yaxlatib qo'yamiz bu safar anaqadan keyin. Ovqat pishirishga. Yo'q, ketamizmi go'shtni? Ha, o'ra uchun boshqa olamiz, ha? Yo'q, itkanimiz yebillik ma'nosini, go'shtlarni. Oshga ishlatildi, o'sha Oshga ishlatildi. Tovuqli to'shna yeb berdim. Buni bilmayman lekin. shuni Hozir demoqchi edim. qattiqroq xamir qilishga urinyapman hozir. Qattiqroq. Paketchalarim xonamda. Keyin olamiz, hay tursin. Sen o'z bilasanmi nima qilgan? Ana bu nimadan? Ana pastdan. Anaqa bor. Maydalaydigan bu go'shtni. Piyozni maydalaymiz farshga qo'shish uchun. Farsh juda ham ko'p bo'lsa, 1 kilo oldim. 1 kilo farsh oldingmi? Juda ham ko'p. Yarmisini qilamiz, yarmisini yaxlatib qo'yamiz. Boshqasi qilsak bo'ladi. Piyoz maydalaydigan. Короче, xinkali orada ko'p yerdik nimada. Moskvada yashagan paytimiz ko'p yerdik. Keyin men o'zim buni bir martami, 2 marta tayyorlab ko'rganman. Nimaga? O'zbekistonda paytimiz sog'inib, Moskvani eslab, Moskvada yeganimiz eslab. Shu bilan tamom, shu bilan anchadan beri qilganim yo'q qaytib. Qani hozir pishirib ko'ramiz, qani o'xshaydi, ha, ma'lum? Shundan beri qilganingiz yo'qmi? Qilganim yo'q o'shandan beri. Sen nima qilasan? Mana shu shuni ishlatish bilasan-ku, to'g'rimi? Ha, ishlatish bilaman. Piyozni biroz maydalaysan, unga so'lishdan oldin. Sizlar ishxonam haqida aytib bermoqchi edim. Ishxonamda o'tgan kuni meni sinov muddatim tugabdi ishxonamda. 6 oy sinov muddatida edim. O'sha tugabdi, kecha meni chaqirib, anaqa tabriklashdi. O'tding sinov muddatdan, juda ham yaxshi o'tding. Biz seni ishingdan xursandmiz. Bizning ishxonada ekanligingdan, birga ishlashimizdan xursandmiz. Keyingi rejalaring qanaqa? Qaysi yo'nalishda, masalan, bir nechta anaqalar bor-da, отделlar bor bizning ishxonada. Qaysi yo'nalishda yana rivojlanish xohlaysan deyishdi, masalan, MRTdami yoki hozirgi отделingdami deb so'rashdi, savollar berishdi. Nimalarni o'zgartirgan bo'larding? Ish soatlaringdan xursandmisan, yo'qmi? Shularni gaplashdi. Ki men aytdimki, haftada bir kun hech bo'lmasa ishni kechroq boshlashni istayman dedim. Chunki men ishni har kuni 8 da boshlayman va masalan doktorga bormoqchi bo'lsam yoki biron joyda anaqa terminga bormoqchi bo'lsam, ertalab bilan doim nima, men desam vaqtim yo'q. Doktorga boraman desam vaqtim yo'q. Chunki biz o'zimiz ham anaqa bo'lganimiz uchun, klinika bo'lganimiz uchun ish soatlarimiz boshqa klinikalarniki bilan deyarli bir xil. Bizda ish tugasa boshqalarda ham ish tugaydi. Men shuni haqida gaplashgandim. Keyin nima deylar, ular yana ishchi qidiryapti. Kim ish qidirayotgan bo'lsa, agar radiologiya, nuklear sohada ishlashni istasa, menga yozinglar. Menga aytishgandi, shu sohada o'qigan tanishlaring bo'lsa, biz bilan birga ishlashni istasa, anaqa qilsin, olib kelgin tanishlaring deyishgandi. Bizda odam juda ham yetmaydi ishxonamda. Shu uchun ko'p ba'zida urush bo'ladi. Istagan paytimiz ta'til ola olmaymiz. Masalan, menga ham men 1 oyga, keyingi yil uchun 1 oyga ta'til so'raganimda menga ta'til berishmadi. 1 oy ketsang ishlashga odam yo'q. 1 oyga ta'til bera olmaymiz deyishdi. Masalan, meni jahlim chiqdi. Chunki qanaydir o'zimni meni ozodligim chegaralangandek his qilaman. Istagan paytim ta'til ola olmasam, lekin bir tomondan tushunaman. Rostdan ham 1 oy ketsam, hozir men faqat bitta sherigim bor. U sherigim 1 o'zi ishlay olmaydi. Yana buncha uzoq muddat ta'til olsam, u juda ham qiynalib qoladi.
Shuning uchun ular hozir boshqa yana ishchilar qidirishyapti bizning otdel uchun. Sherik keyin esa uni kelgandan keyin baribir birinchi ish o'rgatish kerak bo'ladi. Shu haqda ham gaplashdik. Yangi kelgan odamga ish o'rgatishda hissangni qo'shishing istaymiz deyishdi. Chunki men o'zim ancha o'rganib qoldim hozirgi ishga. Undan keyin ko'proq uzoq vaqt ta'til olsang bo'ladi. Hozir nima deydi, bir oy ta'til so'raganingda yo'q deganimiz, doim shunday bo'ladi deganim emas deb shu haqda gaplashdik. Shu uchun kim shu sohada ishlashni istaydi, menga yozinglar. Bon va atrofda anaqa qilmoqchilar bo'lsa, shu o'rinda aytib ketay. Xamirni endi ustini yopib qo'yaman. Anaqa bo'lsin va farshni tayyorlaymiz endi. Unisini zo'r maydalaganman, men bunchalik qoldiribsan. Mana o'ylaysan, qarog'i tushyaptimi video? Ya qarog'i biroz. Ular meni istiqbol yorib qiladigan. O'ylatib ko'rku. Слишком ko'p yorib qo'yadi. Men anaqa chiran qo'shaman, pripravachlarni qo'shib, hozir buni qachab-qachab Apa, uchinchi ko'zni ham tozalab qilaymi? Menimcha qo'yish, menimcha kam piyoz bo'ladi. Apa, Ikkita kam, 1 kilo go'shtga kam. keyingi nimalarga ham. Mana baliqlik nimalarni yeb ko'rmoqchi edim lekin. Pishirib yesang bo'lmaydi, bugun obedga nima yedingsan? Ay, ko'zimni qo'yib. Non mazali edi-ku, non bilan mast edi. Biz tuxum qavurib yemoqchi bo'ldim. Nima qavurmading? Keyin o'yladim, balki kechga yeb dedim. Keyin o'sha go'shtni olib kelgandan keyin o'sha kelishga 2 soat qolganda o'z tuxum bilan o'zim nima qilib qo'ymay, kuydirib qo'ymay deb kutdim sizlik bo'lganmiz. Okay, tushunarli. Bu hayot. Ko'proq ham piyoz qo'shsak yaxshi bo'ladi. Buni tayyorlab qo'yapmiz. Masalan, kotlet qilsa bo'ladi. Hozir hammasi ishlatmayman, xinkalda bu juda ham ko'p. Keyin boshqasilar qilsa ham bo'ladi. Mana kufrika deydi, sho'rvaga solishga. Yoki nima qilsa, Golubsi qilsa bo'ladi. yoki golubsiga solaversa bo'ladi. Guruch qo'shib ichiga. Juda ko'p opsiyalar bor, mavjud. Mana yana biroz tuz qo'shaymi? Go'shtni shansi ko'p. Yeb ko'ringchi. Yeb ko'ring. Qarindoshimiz yeb ko'radi farshni. Ha. Eslayapman. Xamirni nimasini ham, xamir uchun tayyorlangan sutni. Ta'mini ko'rardilar. Men просто shunday примерно anaqamga ishonaman. Menimcha murchni ko'p so'rayaptim. Intuitsiyaga o'zi hammasi achchiq qilasiz. Murch achchiq qilmaydi hech qachon ovqatda. Nimaga achchiq bo'ladi? O'tgan safar qalampir solgandim ovqatga. Serin gapi bilan. Somsani farshiga. Siz o'zi yemasa nima maslahat beradi? Shu ko'zlarim yoshlanib ketdi. Bugun bitta life hack ko'rdim-da. Xinkalni. Aynan xinkal qilaman degan paytim Instagramdan video chiqib qoldi xinkal uchi haqida. Men bu farshiga biroz suv qo'shar ekanlar-da. Keyin xolodilnikka qo'yar ekanlar. Keyin suv biroz yaxlar ekan. Nima? Keyin sochni berib chiqargan xinkal anaqa qilganda. Pishirganda, qaynatganda. Sinab ko'ramiz o'shani endi. Xinkal kushi life hack ko'rsataman sizlarga. O'zim qachondan qilmagandim. Buni shu butilka bilan yo'yishimga to'g'ri keldi. Chunki anaqa yo'q. Yo'qlovchi yo'q. Yo'qlovchi yo'q kichkina. Yaxshi ko'rinmayapti uzoq qo'yish kerak. Babram ko'rinmayapti. Ushlab turasan mana. Ha, yo'q o'shani. Okay, go'shtni qo'yamiz. Farsh. Keyin buni mana shunday qilib birlashtirishni boshlaymiz. Yaqinroq olasam ko'rinmayapti. Endi men professional emasman-da, lekin Iblayaptilar. mana shunday birlashtirib kelamiz va bu mana shunaqa bitta
bitta massa bo'ladi. Bitta massa. Keyin buni Короче, mana shu ko'rinishda bo'ladi. Нормально. Da? Hinkalcha. Ana ikkitasi Ikkitasi tayyor. turish kerak. Boshqa bo'ladi. Yomon emas-ku. Yaxshi. Ochib ketmasin. Tezroq buksak, tezroq yesak hammadan yaxshi bo'lib ketadi. Hayotimiz go'zallashib ketardi. Okey. Endi davomini bukaman biroz. Keyin ko'rsatamiz oxirida. Ha, Videoda anaqa. hozir tulki bilan qalay yo'yganisini ko'rish qiziqadi. Okey. Xamir chalanim. Qanday buqqanini ko'rsataman. Ko'rdingizlar? O'zbekchilikda bu yo'q. Mana shunday qilib. Yo'lin top ketaveriladi. Eslicha butilkani yuvib, artib tozaladik. Что yopishibdi, bunga un sepishim kerak edi biroz. Ana qog'ozlik joyga yopishibdi-da. To'g'ri. Okey, biroz un sepdim. Endi qanday yopishini bilmayman, un sepdik. Mana xinkallarni bukdim. Hozir buni qaynatamiz. Bular biroz anaqa pelmenga qaraganda uzoqroq qaynaydi, chunki bu kattaroq, ham xamiri qalinroq bo'ladi. Ichi sochini zo'r bo'lib chiqadi. Rasm tushib, oilaviy turpamizga tashlab. Anaqa uchun ham foto kerak menga. Nima uchun? Nima uchun tashlaysan? Ular yegisi keladi, yo'ldan och qolib kelyapti. Mayli. Men bu qolgan farishni hozir ikkita paketka bo'lib yaxlatib qo'yaman. Bu kotlet yoki anaqa frikadelkalik sho'rva qilganda ishlatsam bo'ladi buni. Anaqada solib qo'yaman qolganini. Paketka anaqa. Mana Bo'ldi, ko'pini qilamiz. ko'rsat qana estetikni qilayotganingni. Estetikni qilib qo'yaman dedi Malosh. Qanday qilib yaxlatib qo'yamiz barchani. Malo bu yerda salacha ham qildi. Hozir ovqat bilan yeymiz, xinkalchalar bilan. Mana silka tiqamiz. Bu yerda suv qaynab turibdi, men qaynatishga tashlayman bilan. Apa men qanday olishga представить qilyapsiz? Ko'zim yo'q, meni 5 ta 6 ta emas. Hozir bitta to'g'rilab ol, tamom. Ana bo'ldi. Olibsan? Buni suvni anaqa aralashtirib turib solinadi. Matcha aralashtirib solinadi. To'g'ri yopishib qolmasin. Aralashtiriladi mana. Solamiz suvga. Aralashtiramiz. Biroz aylanib aralashish kerak. Shuning? Yopishib qolmasligi kerak. Aralashtiramiz. Qolganiga olib solaman hozir. Tepaga qaynab chiqsa, demak pishgan bo'ladi. Bu uzoqroq qaynaydi. Bu pelmenni qaliniga o'xshaydi. Bu pelmenni qalinga o'xshaydi. Aralashtiramiz. Aralashib o'tirish kerak. Apa men ko'rmayman. Ko'rinibdimi o'zi? Ha, ko'ryapti. Biroz ulamas qaynatang. Qanday tishga olib ketasiz. Ha, yopishibdi bittasi. Shuni solamiz. Suvni biroz sovutdi bu. Hozir turgan. Okey. Buni solamiz va bu yerda lavroviy list solamiz ikkita. Ustiga tuz solingan. Buni yopishmasligi kerak. Yo'q, solinmaydimi? Yo'q. Bo'ldi. Bizni xinkalla pishdi. O'zi ham oshiryo'raman razmerini-da. Katta bo'lib ketibdi, slishkom katta bo'lakay bo'lib ketibdi bular. Mana. Lekin вообще mazali xinkalchalar bularni suzamiz. Asalligini qarang bular. Ana bu ko'zning O'ti chuchu. Men ko'rmay olyapman-da. Biz bittasini yeb ko'rdik, ashi maza. Bular ustga chiqdi. Ma'lum mazasini ko'rding sen ham qanday? Прям отпад deydi. Отпад. Улётный. Улетный. Вам этого не понять. Chiroyli. Okey. Endi biz yeymiz Asalcha bu ovqat bo'lgan. yogurtcha bilan uramiz buni. Degustation. Yogurtchani olib
ayamasdan solamiz. Bittasi kattanchasi o'rtacha bo'lib pishiradi. O'zim qo'l bilan yeylar, lekin o'sha issiqligidan qo'l bilan yeyolmayman. Shuncha yeb ko'raman. Vau, qazonlar yemaganim. O'xshatdim? O'xshagan. Ichidagi suvchalarni qaranglar. Vau. Sochni, moshni bo'pti. Maza. Maza? Rahmat. Okey. Endi nima deydi? Men yeb ko'rganim bizaga yoqimli ishtaha. Yoqimli ishtaha kelinglar.